Poytaxtimizda kitobxonlik va mutolaa madaniyatini keng targ'ib qilishga qaratilgan muhim madaniy tadbir Kitob olami festivali bo'lib o'tdi. Festivalning asosiy maqsadi yoshlar va keng jamoatchilikni kitob o'qishga chorlash, adabiyotga mehr uyg'otish hamda mahalliy ijodkorlar asarlarini keng targ'ib qilishdan iboratdir. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. So'nggi yillarda yurtimizda kitobga bo'lgan qiziqish sezilarli oshgani, mutolaa madaniyatiga e'tibor kuchaygani ushbu festivalning ahamiyatini yanada oshirdi. Kitob olami loyihasi yoshlar va ijodkorlar o'rtasida samarali muloqot maydonini yaratib, zamonaviy adabiy jarayonni yanada jonlantirishga ko'mak berdi. Kitob olami festivalida tashrif buyuruvchilar uchun O'zbekiston va xorij nashriyotlarining yangi kitob taqdimotlari, taniqli yozuvchi va shoirlar bilan samimiy uchrashuv va suhbatlar, mualliflarning shaxsiy imzolari bitilgan kitoblar, festival davomida ilhomlantiruvchi sahnaviy chiqishlar, badiiy ko'rinishlar va jonli musiqalar kitobsevarlar uchun taqdim etildi. Kitob olami kitoblar festivali bu o'sha talabalarimizni, yoshlarimizni intellektual salohiyatlarini rivojlantirishlari, yoshlarimizdan kitobxonlarni ko'paytirish maqsadida ushbu tadbir tashkil etilgan. Bundan tashqari kitoblar taqdimotlar o'tkazilmoqda. Ko'rsangiz bo'ladi, kitoblar taqdimotlarida aynan o'sha kitob mualliflari tashrif buyurishgan. Mualliflar aynan o'sha kitobning negizini tushuntirishga harakat qilishmoqda. Bu aynan talabalarimiz xohlagan, yoshlarimiz xohlagan festival bo'lishiga juda ham katta bir turtki bo'lmoqda. Kitobsevarlar o'rtasida yutuqli viktorinalar o'tkazilib, eng faol ishtirokchilarga kitoblar va esdalik sovg'alar topshirildi. Ushbu festival kitobxonlikni targ'ib qilish, ijodkorlar va o'quvchilar o'rtasida muloqotni kuchaytirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishda muhim o'rin tutadi. Men bu festivalga ishtirokchi bo'lib kelgan bo'lsam-da, menga bu qandaydir bayram desam adashmagan bo'laman, chunki bunda har bir ishtirokchi uchun katta imkoniyat beriladi. Har xil bilimga, ilmga ega bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman va bunaqa ilmga chanqoq biz kabi yoshlar uchun juda katta imkoniyat deb bilaman. Bu uchun hamma tashkilotchilarga kattakon rahmat. Bunaqa festivallarni ko'plab yana o'tkazishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Kitob olami festivali yoshlarni ilm-fanga, ijodga va muntazam o'qishga undaydigan, ma'naviyat va ilhomni birlashtirgan katta adabiy bayram sifatida tashkil etildi. Diyora G'aniyeva, Oybek Mahkamov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.